Assalomu alaykum mahalladoshlar, aka-uka opa-singillar. 2026-yil 16-yanvar juma barcha aka-uka opa-singillarimizni juma ayyomi bilan muborakbod etamiz. Mana kecha 15-yanvar kuni shu mahallamizdan bir akamizni xonadoni mana shu masjidimizga, mana masjidimiz, shu masjidimizga bir yangi dasturxon ihson qilgan edi. Allah razı bo'lsin shu akamizni xonadonidan oilasiga, kasb-koriga barakat ato etsin. Mana endi mana shu masjidimizda mana dasturxonlarni to'shab, shu yerda o'zimizning mahalladoshlarimiz ihsonlarni yeyishib duo qilib ketishadi. Alloh razı bo'lsin shu akamizdan, sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Mana bu dasturxonimizni Xudo xolasa mana shu ihsonlar kelganda foydalanib turamiz shu masjidimizda. Ob-havo yomg'ir yog'yapti. Shu sababli mana sochiqlarni yuvib bu tomonga hujraga olib kirib ilib qo'ygan edik. Sog' bo'linglar mahalladoshlar. Mahallamizdagi masjidimizda obodonlashtirish ishlariga bee'tibor bo'lmaylik, harakat qilaylik.